Ya'ni Nikita Makaronkoni Nikita Oy degan jumla bilan yozganligim uchun shu uni yo'q obro'sini to'kkan deb topilibdi. Eyvalloh. Shtraf qo'yishdi 20 barobar 6 million. Eyvalloh. Bu bizni ya'ni sharaf o'damamiz bo'lsin, sharaf to'lovimiz bo'lsin. Nikita degan K.T parasni Nikita Oy deganim uchun obro'si, sha'ni ijtimoiy tarmoqda to'kildi deb statistikaga haligi ekspertiza filologlar xulosa beribdi. Shu bo'yicha shtraf. Nikita Makarenkoni elchi bilan ko'rishib, shu masalalar to'g'risida gaplashgani to'g'risida maqola yozgan edi. Meni ustimdan yozishdi. Yakkasaroy jinoyat sudida ma'muriy javobgarlik yuzasidan 6 million jarimaga tortildim va bu meni shunaqangi paras ustimdan yozdi, shikoyat qildi. Nimaga? O'shani shunaqangi deganim uchun. Nikita Oy deganim uchun ustimdan yozdi. Yakkasaroy tuman sudi shuni Nikita Oy deganim uchun menga shtraf qo'ydi. So'z erkinligi emas ekan. Ko'rdik. Nikita Oy deb yozganman. Nikita xonimni bunga jahllar chiqibdi. Nikita Oy emas ekan u kishi. Shu bo'yicha filologiya 5 ta anaqa bergan, ekspertlar xulosa bergan. Nikita Oy sha'nini tushiradi degan. Shu bo'yicha hammaga ayt. Butun xalqqa aytding menimcha, ha? Nima maqtanchoq olgansan? Bu jarima men uchun sharaf. Kelajak avlodlarim meni inshaalloh robbil alamin Abror Muxtor Ali degan ajdodimiz bo'lgan, K.T.larga qarshi yurgan 6 million shtraf buning uchun sharaf medalyasi bo'lgan deydi inshaalloh. Bugungi kunda zakotga muhtojman men. Hozirgi kunda kambag'alman men. Shaka bu. Aldanmang. Ozodlik radiosini gapini ko'tarib yurgan odamlarga ham aldanmang. Men blogerman deb yo'q ruxsatnoma bor deb odamlarni ko'chaga ko'proq chiqishligini targ'ib tashviqot qilayotgan odamlarning ro'yxatini olib qo'ying. Kim bular? Bizda yurganlari bor-ku, Farruh Samarqandiy degani bor, Olim Haydar deganlari bor. Barchasi quloq odamlar. Bular millatni dardi deydi-da, tilla tishi taqib olib odamlarning ustidan kulib o'tiradi. Bularning mutlaqo millat dardi yo'q. Bularning o'sha bloklari uchun pul dardi bor. Bularni ya'ni aynan ochiq oydin maqsadlari yo'q. Ya'ni xalqqa, millatga, dinga manfaat degan. Ya'ni buni suiiste'mol qilish maqsadlari bor. O'shaning uchun shunaqangi blogerlarni, Rossiyada yurayotgan yoki shu narsaga targ'ib tashviqot qilayotgan blogerlarni ro'yxatga olib qo'ying. Ertaga, indinga yana shu odamlar qanaqadir axborot tarqatsa, ishonib ketmaslik uchun kerak. Men nima degandim deb kitob yozaman shekilli endi bundan buyog'ida. Men nima degandim? O'zi quloq. Chunki josuslik kitoblari bor. Masalan, har bir davlatning xavfsizlik tashkilotlari bor. O'sha tashkilotlarni 2-3 kursida o'tiladigan fan bor. Siz bir jamoada o'tirar ekansiz, o'zingizni quloq ekaningizni sezdirmaslik uchun albatta kimnidir quloq deyishingiz kerak. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gap tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gap tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gap tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gap tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz.